4. bölüm. Lekin bunda qar yağayotgan jimjit kecha A'la uchun tepilg'usiz. U Zulyaning qo'rusidagi bu kichkina o'jirida kirsin lampasi yo'riqida mukchib o'ltirib, xiyoliy odamlar bilan ko'ngillik mungdishidi. Ularning so'zlarini, xiyol va yurak tepishlarini zo'qlanib anglaydi. U Arifning uyidan chiqqandan keyinla A'larni unutgan. Uning xiyolini yezib romandagi odamlar egallab olgan. U butun hissiyot, fikr xiyoli bilan roman voqealar ichiga kirib ketgan edi. U tong saharda G'ulji shahridan Yamato tarafga mangdigan avtobusga tushib oldi-da, eshik tubida 2 soat o'ri turib, Qosh daryosining bo'yiga keldi. U shu yerda mashinadan tushadiganlarga yo'l berib, o'zi shurmalanib, hayvatlik eqiyotgan daryoga qarab, cho'nquram tosh ustida xiyol bilan o'ltirib qoldi. U xiyoldan sagib mashinaga chiqmoqchi bo'ldi, lekin mashina allaqachon ketib bo'lgan. Bu yerdan mahallasiga yana 16 kilometr yo'l bor edi. A'la ikkilanmayla bu yo'lni piyoda mengishga bel bog'ladi. U bir oshxonadan bir non setib oldi-da, yenidagi suvdan muzdek suv qachilib, etis orliqlardagi chig'ir yo'llar bilan yurib ketdi. Bu yerlarning mahallari bir-biriga yiroq bo'lgani bilan etislari tutash. Bir mahalladan chiqsang, tunji qardan keyingi suzuk havoda yana bir yeza ro'shan ko'rinadi. Yeza uylardan ko'tarilgan tutunlarmi ufuq qirg'ig'ida suziladi. Uchib yurgan burkutmi oshkora ko'rinadi. Sen ashu ko'ringan mahallaga qarab qirlar bilan ketaversan. Bu xil safar sana to'limi ko'ngillik tuyuldi. Dala sening hissiyotingni qo'zg'aydi. Sen ilhom va hissiyot bilan atrofga qaraysan. Sen hech qachon go'zal shaharlarda bunchalik zo'qlanolmaysan. Yupqa qor bilan qoplangan dala sana tabiatning tushini, ajoyib hikoyalarni so'zlab berdi. A'la xotira, she'r, maqola, hatto hikoyalarni yozgan. Lekin roman ustida boshqa turib baxmagan. U nurg'un romanlarni o'qigan. Bularning ichidagi har xil odamlar necha mingga yetadi. Ularning mijoz xarakterlarimi, chiroy, til, kiyimlarimi A'laning esida haligacha saqlangan. A'la shularni birma-bir eslabmi hayotdan zo'q qilalaydi. Lekin u romanlardagi hayotni ayna qilib, uningdan o'zi yashayotgan mo'no hayotni ko'rishni hammadan qiziq biladi. Chunki u nurg'un o'ylab, nurg'un selishtirib, faqat o'zi yashayotgan shu yerdagi odamlarla uning yozayotgan romanning qatnashuvchilari ekanligini bildi. Ha deganda romanning tunji boblarini yozganda birda qahramon xarakteri, birda mijoz xulqi, birda voqelik yoki jumlalar o'qigan kitoblarnikiga o'xshab qoladi. U nimani qilmasin, tahlil qilishni qilolmadi. Go'yo uningga yozg'udek hech qanday yangi narsa qolmagandek, deyishga tegishli hamma gaplarni boshqalar deb bo'lgandek bilinishga boshladi. Rasa til va turmush kasatchiligi davrida tug'ilgan o'xshayman. Nemishqi hissiyotga boy, ammo til va voqelikka kambag'alman. Adabiyot hayotning inkosi deymiz. Nemishqi hayotdan adabiyotga material topolmayman. Romanning umumiy voqeligi, qahramonlari uning ayon. Lekin nimadan boshlash, nimani qanday yozish uning xira. U necha kunlab birinchi jumlani yozolmadi. 20-30 betdek oq qog'oz birinchi jumla yozmaganlik uchun yirtildi. U vaqtning isrof bo'layotganiga ralli bo'ldi. Ilmiy maqolalarni shuncha tez yozadigan odamning to'qilma ustida golliq qilayotganligi uning to'limi alam qildi. U oxir ertasi deganda Umar Tambirchining uyiga keldi. Buvay hozir hosiga tushib qolgan. Bu yil qish kirishdan burunla uning o'skilan qoshlari oqargan edi. To'g'ri ishlaganda deb qoshlarini silab qo'ydi u. Odamning qaysi a'zosi ko'p ishlagan bo'lsa, shu a'zosi baldur qiriydi ekan. Ha. Sening qishing nimaga ko'p ishlagan deb so'radi ataylab A'la. Yoshligingda sho'xmiding ya? Yoshligingda deganing qara, sho'xlikdan qolg'ili 2 yil bo'ldi degina. Kasapat sol putimning palash bo'lib qolganini demasam, bu qoshlarimning hozirmi jim turg'iz kelmaydi. Lekin sol putim gapga kirmaydi. Görüge sangılgan o'xshaydi. Umar Tambir yoshligidagi sho'xliqlarni so'zlashga boshladi. Umar Tambir 22 yoshlik yigit vaqtida 4 og'inisi bilan Nodirbayning 10 xo bug'diyni o'rib berishga pul elib, pulni qum arshang barabedida qimiz va bo'zi bilan oshpazulga xashlab tugitib yutibdim.
Buğday pişib, No'durbay 10 xu buğdayni Ömerге көрсетіпtim. Buğday qara qıltırıq, to'limi o'xshagan buğday ekan. Buğdayning beshi bir g'erish misli qumushdek. Ikkili o'g'aq salsa hamon to'shaddi. Bu xil o'xshagan buğdayni chopchip yoki bedichilab o'rishqa dehqon yigitlarning hargiz qo'li bormaydi. Lekin qamab o'risa bir o'g'aq kuniga bir put yernimi o'rayolmaydi. 10 xu degan 40 put. Bir odam 40 kun, 4 odam 10 kun o'rish kerak. Ömerkam tembirga mahir bo'lgani bilan o'g'aqi bo'sh. Shunga har solda 10 qitimlab buğdayning bosh oxiri qaraydi ekan. Cheksiz sarg'ayib yotgan buğday qor tushkichimi tugamaydigandek ko'rindi ekan. Mana shundaq kunlarda uning sho'xligi asqatibdim. No'durbayning kichik xotinining oshnasi Yuzbegining kotibi sho'x qamlashgan yigit bir kuni ularning yeniga kelib darhol aytibdim. U oshnasi bilan ko'rishmagili bir oy bo'pti. Yana 5 kunlik ko'rishmasa o'lib ketamish. Men ko'rishtirsam nima bersan debdi Ömerkam. Deganingni beraman, qinida. Cho'ng bog'ning bediliki o'tirsidagi qeri olma ostida tong atarda oshning bilan bilib olasan. Lekin buni 10 xu buğdayni o'rg'izib berasan. Akal qo'lingni bo'ldi. Ular qo'l elishibdi. Shu kechasi Ömerkam og'inisi bilan panjara marish uchun boyning o'g'siga chiqibdi. Lekin boy yosh ayolning bo'yniga mahkam kira silib, biri o'g'irlab ketadigandak bag'riga ching tingib olgan ekan. Tas debdi og'inisi. Amal yo'q. Bu qerning o'likimi xotindan ajramaydi. To'xta debdi Ömer Tembir tamdan seyrilib bo'zg'imib. Men bir joylay bu qerni. U oldidan tayyorlangan ichi kavak qumushni cho'mila ovsiga to'g'irlab, 2 puti bilan uvining cho'risiga g'ubulutib dastashga boshlabdi. Cho'millar cho'chib uyg'onib, qumushning ichiga kiribdi. U qumushning og'zini paxta bilan etibdi-da, to'pi panjaraga kelib, qumushni panjaradan kirgizib, boyning yo'tqinning oyog'iga tiqibdi. Ondan o'zi tutib turgan tarafdan puvlabdi. Shu chaqda yo'tqinga cho'millar kirib, boyni bearam qilishga boshlabdi. Boy u yoqqa bu yoqqa o'rilib noli qipti-da, xotinni tilashga boshlabdi. Nima u chaqqan, voy loyig'azal xotin, o'zing yat bu cho'mili o'sada. Boy uyining sirtidan zanjirlab qo'yib, g'udungshib chiqib ketibdi. Ömer Tembir əmdi qumushqa olmaning tegiga chiq degan belgini qistirib, ayolning qo'yniga sapdi va pam bilan tushib, eshikni ichib etibdi. 3 kundan keyin 105ning nomidan döre bo'pti. Bütün bir 100 begilik yerdeki dehqonlar o'rg'oqlarni belishib, 100 begining döyrisiga kelishibdi. Bir kun o'yin tomosha, yemak-ichmakning qiziqi bilan yurt yigitlari 105ning bug'doyini, No'durbayning bug'doyini o'rib tugitibdi. 100dan biri shunchalik deb maqtandi Ömer Tembirchi, biz qilmagan nima qoldi deysan? Ular Ömer Tembirning hikoyalarini anglab, kitoblardan hayotga, xiyoliy odamlardan o'zi yashayotgan davrdagi o'zi bilan sirlashilgan odamlarga qaytdi. U romanning birinchi bobini Ömer Tembirchining 10 xu buğday o'rishiga qarz bo'lganligidan boshladi. Uning qahramoni Ömer Tembirdek sho'x, o'yinchi, qasqir ovuzdek qo'rqimsiz, Zuliyadek tuz ko'ngil, kuyimchan bo'lib tasvirlandi. U shunday qilib ijodiyatning bu yo'lini izlab topdi. O'zi bildigan odamlar uning yonida, ularning chiroyi ko'z oldida, ovozi quloqining yonida. Uning Ili vodisidagi Uyg'ur dehqonlarining hayoti va kurashlariga bag'ishlangan romani hozir to'sqinsiz yozilmoqda. Uning fikrlari xuddi yaxshi chepilgan eriqdagi sho'x suvdek viliqlab kulib oqmoqda. Hozir u shu romanning qiziqarli boblarini yozish uchun etis qirlari bilan aldirab maqmoqda. Uning butun xiyoliy roman bilan tursa, a'lonning ko'ngliga tasalli berish uchun qilgan kichkina harakati uning yodida qolamdi. Uning bu o'ylanmayla yaxshi ko'ngil bilan qilgan harakatining bir qiz uchun shunchalik cho'ng o'zgarishlarni elib keldiganligini u qandoqmi oldin o'ylay olsin. U kun o'ltirgandan keyin uyga yetib keldi. Bog' sho'risi bilan ho'ylig'i kirdi-da, tonish etining beshini silab qo'yib, o'z hujrasiga kirib ketdi. U uyga kirdi-da, sumkasini mursidan elib tashlab qo'yib, yo'lda kelgacha o'ylaganlarini yezishga o'ltirdi. Uning shu o'ltirgandan hozirgacha to'p-to'g'ri 14 kun o'tdi. U hech kim bilan gaplashmadi, tala tuzgimi chiqmadi. Har kuni 30-40 batlab asar yozadi.
Yezib charchaganda ba'zi Zulya bilan, ba'zi yezi maktabidagi og'illar bilan birdamdan mundashatdi. Uning yaqinlari uning vaqtini to'liq e'tiborlaydi. Yezi yoshlari qishliq bashiripiga uni qatnashtirmoqchi bo'lib edi. Zulya ularga yeza magazinning oldida uning o'rniga meni taklif qilsalar, qeri ko'rsanglar burdimni tushiribday. A'lo nima qila olsa, men shuni qila olmayman. Azibroy xudo, ta'bir bilan muqamni xeyli o'rganib qoldim, dedi. Yoshlar uning chaqchiqidan A'loning muhim ish bilan band ekanligini bilishdi. Uxlamaydi, dedi Zulya A'lo bilan maqtanib. Ba'zi yerim kechida derisdan mara baqman, turibli so'zlab ketadi, turibli o'zicha kulib, o'zicha yig'lab ketadi. Ba'zi hech nim yozmayla, kurik to'xudak tugilib 2-3 soat o'ltirib oldi. Bu yozmaq degan ayollarning tug'didek tas bir ish o'xshaydi. Yozmaq yig'ni bilan quduq qazmaq degan shu. Ba'zilari yozolmasdan oljib majnun bo'lib chiqib ketadi, deyishidi-ku, rostmidi, ha? Hayotida bir jumla so'z eshitish uchun boshqa turib baxmagan nodon dehqonlar bu yerda to'limi ko'p. Ular Zulyaning A'lo to'g'risidagi gaplarini anglagandan keyin yeziqchilik haqidagi yuqorqidek qiziq gaplarni qilishadi. Ular A'loning parangiga to'lim amroq. A'lo ularga dunyodagi har xil davlatlar, ilm-fan yangiliklari, tarix va adabiyot to'g'risida nurg'un yangiliklarni so'zlab berdi. Shuning uchun Zulya A'lo to'g'risida gap qilganda ular to'lim qiziqib anglaydi va Zulyaning gapini quloqdan quloqqa, mahaldan mahalliga biriga onni qo'shib to'qib yetkazdi-da, mahallarda A'lo to'g'riliq qiziqarli hikoyalar paydo bo'lishga boshlaydi. Qarang'u qishning butun jonliqlarni uvisiga kirishga majbur qilgan zerikishlik kechilarini dehqonlar parang, hikoya, cho'chak, naqsha, kulki bilan o'tkazishadi. Ularning ko'ngil etishlari uchun mo'l dasturxonliq o'ltirish, ziyofatlar yoki nag'ma navoliq so'rinlar zarur emas. Ular qishliq sig'in siyiri bor uyga kirib ta'dilab o'ltirib, bir chini atgan choy ichib olsa yoki omadi kelgan kunlari birining qishliq so'qim go'shiga eg'iz tegib olsa, o'zini to'limi ko'nglik yashayotgan his qilishida beshiga ikkinchilab dard alam, g'am g'ussa, to'zonlari kelib qo'nmaydigandek kelgusini unutishib, o'tgan ishlar to'g'risida bir-biriga gap bermasdan parang qilishidi. Mana shu dilkashlarning paranglari ko'pincha A'lo to'g'risidagi to'qilma afsonlarga kelib taqiladi. 40 para Qur'onni yodi bilgudak, deydi biri. Azbirayi uning kitoblarini ko'zi bilan ko'rganlar bor. Tağıl öküzmü neçə qitim onun köndün, tavardan taşlanğan Qur'anның hadislerini görüpdüm. Keçici uxlamay ibadat qılğıdak. Mağa neri ibadat qılmaydı, kitap oquydu. Bir qitim derizdən marab onun yığılab atqanını közüm bilan gördüm mən. Menib yürüb özüçi qaqaqlab külgünni mən görgənmən. Anlasaq 5 qitim ali məktəbni tügütübdüdək. Dünyada o bilməydiğin til qalmapdı. Dəmdi nima? Süleyman peygamber bulayla debdi-de. 1976 yılının 1. mübarek günü qar yığış bilan başlandı. Bu yerning odamlari yangi yil oqshimi o'z uyqusi bilan bo'ladi. Ularning nurg'unlari yilning yangilanganligini bilmaydi. A'lo faqatla 4 fasl, hafta, kunduz, kech bilanla hisoblashadi. Shuning uchun 1976 yilning yangi yil oqshimi bu yerda hech qanday dog'dug'i bo'lmadi. Yalğız A'lolar bu akşam işlemezden ko'ngil etishni o'yladi. U avval yozganlarini redledi. 862 bet yezibdim. Yo'li yo'q oq sut qog'ozdan qilingan varaqlar dasta-dasta. Bu do'stlarning ko'pchiligi, dastalarning ko'pchiligi ko'k siyoh bilan bo'yalgan. Ko'k siyohda yozilgan xat qurlari orasiga qizil siyohda yana bir nimalar yozilgan. Mana romanның 862 betlik 36 babi yezilib bo'lgan asarlar qatorida o'rin oldi. Chat yo'llari yirtilgan, ba'zi joylari sarg'ayib ketgan, ko'ni qo'l yozmasilar o'zlariga kelib qo'shilgan yangi qo'l yozmalarni maza qilib, kelinglar, talaysiz qog'ozlar, to'pi besib, ko'nirab sarg'ayib tursizlar hamdi. Sizlarni bizning xo'jayindan boshqa hech kim o'qimaydi. Sizlarni e'tiborlaydigan yangi avlod paydo bo'lguncha sizlar to'zib to'zan bo'lib tugaysizlar, davatqandek qiladi.
Əlanın öz qol yazmalarını qeqiştirib, rətləyətqan qolları titrədi. Onun köngli buzulub, yığılıqsı gəldi. Qol yazmalar onundan panaq və hayatlıq tilavatqan qılardı. 70 neçə kitab olub, muqavilələri bilan maqtınıb kitab cavallarından o'rin elishqə tegishlik bo'lgan bu qo'l yozmalarning bir so'mlik koni yashik ichida axlat o'rnida dövülünüb turishi bir emgak ahli uchun qanchalik azob. U qo'l yozmalarni eski yashikka joylashtirib, o'rin ko'rib tizilgan paka limtaq ustiga qo'ydi-da, yana bir kona patnis qilgan sanduqda beslib yotgan qadrdon kitoblarga qaradi. Bu uning birdan bir boyligi. Kitaplardan başqa onun konurgan 3 qurxada nişim tücürkisi, 3 köngliki, yamaq düşkən şibleti, haşir bergen içi yung bacingari bilan Zulya tiktirib bergen it terisidan tikilgan pinjiki, qasqir avuz soğuğa qilgan sansan juvi bilan to'qilma yoqliq chibarqut chapan, konu quloqcha, maylashgan shapkidan başqa uning hech nimasi yo'q. Bir parça tekmet, pakiz taşlangan yotqan körpüsüla onunğa güzel ay bilen tutqan öyünün yaldamısı. Hesaplap köse onun hükümet maaşı bilen yaşavatqınıға 20 yıl bolay depdi. 20 yıldan beri toplagan hususi baylıqı әні şu. Qalğan puli munu kitaplarga xəşləndi. Onun hazır savtuftun qalğan özü hər xil yollar bilen setib alğan, köçürüb alğan kitapları 300 parçadan aşıdı. Bularning nurg'ulari hozir hech qanday o'rinda yo'q. Ba'zilari davlatning muhim o'rinlaridagi arxivlardala, ba'zilari chet ellarning muzeyi, kutubxonalarida, ba'zilari bo'lsa a'loga o'xshash ilmni jini bilan barobar ko'radigan ilm ahlining qo'lida. U rangi o'chgan koni popkani qo'liga oldi. Popkaning og'zi quluplangan, u to'liq hurmat bilan qulupni ochdi. Popkaning birinchi qatlamida kostyum burulka kiygan xiyolchan bir yigitning rasmi turadi. Ala bu rasmga tikilib qaradi. Bu Savitovning rasmi. Ala rasmga uzoq qarab, ulug' kichik tindida popkaning ikkinchi qatlamini ochdi. Bu qatlamda qora tashliq daftar bor edi. Ala daftarni varaqladi. Daftarga kitoblar katalogi yozilgan. Ba'zi kitoblarning oxiridagi bo'sh joyiga ma'lum belge, ba'zilariga savol, ba'zilariga nol belgilari qo'yilgan edi. Bu belgilarni Ala o'zla tushunadi. Bu uning tadqiq qilib bo'lgan, texi hal qila olmagan masalalar bor yoki texi qo'l tegmagan degandek ahvollarni bildiradigan belgilar bo'lsa kerak. U alam bilan beshini irg'itdi. Demak, u texi qilishga tegishli ishlarni texi qilib bo'la olmagan ekanda. U kitob va qo'l yozmalar bilan tasda xo'shlashib, ko'nirgan qo'l soatiga qaradi. Soat 9:20 minut o'tgan, ya'ni yarim soatlardan keyin Zulya yig'indan qaytadi. Ala atgan uningga Gongshidagi yig'indan kas soat 10gacha qaytib kelishini, qaytishida 1-2 bodolka bir nima tepib kelishini topshirgan edi. Ala bir oydan beri ustira tegmagan enkini silab qo'ydi-da, mashdagi o'tishga boshlagan ko'mir cho'g'ini chuqchilab cho'gin qo'ydi. Ve su ısıgıca çiğiyipli esilgan köngлекlerini örüp-çörüp obdaraqını taladı. Onun qoluğa lanjudun kelgenden beri ayap yürgen kök girip dişin könglek çıktı. Bu könglek güzelay bilen toy qılgan yeli kiygen birden bir toy yaldamısıydı. Könglek pürleşken anca mı pakiz emas idi. Ala köngлекning pürleşken joylarini süzleştirish uchun suv pürkidi de tartıştırıp, so'zishtirib, qaytadan esib qo'ydi. U oxiri yasinib tarnib Zulyaning peshayvonlik uyiga qarab mangdi. U salom bilan oshxonaga kirdi. Uydagilar hayron bo'lib, uningga o'rinlaridan qo'zg'alishib, hurmat bildirishdi. Kangda mamuq yostiqni qo'ltiqiga qistirib xiyol bilan yotgan Mo'may ko'zlarini chimiltitib Alaga qaradi. "Valaykum. Yangi yilingni unutmabsan" degan bilan dedi Mo'may tasda kulib. Külgende onun qo'ruq basqan zapran yüzü qiziq mayga tushgan poshkaldek qo'rildi. Ko'z jiyaklaridagi qizil siziqlar bir mahal yo'qoldi. U birdilla umchaydi-da, koni to'r yog'liqining uchi bilan ko'zlarini surtib qo'yib, so'zini davomlashtirdi. "Yangi yilni unutmabsan, lekin za kichik opang bilan balangni unutib yomon qilding, balam. Nima davodisan, kichik opa? Qo'lim bo'shaganda. Qo'yg'ina balam, sening qo'ling bo'shaydigan kun bo'lmaydigan tang. Inqilab tugsin deding, ma'qul dedim. Qochdim, mo'kding, ko'nglingning orami yo'q dedim. Mana o'qlarmi anglanmaydi.
4 bağla mu o'tib ketdi. Sen texili aldiraş. Dil arani ekilib bergin deganimga ne vaq? Bilemsen, balını körmegili 3,5 yil bo'ldi. Zaksini ayırıp çoğçun qildim. Bir balını şunchal qilmoq osonmidi? Qarab turibla heliqi azazil xotun balını eketdi. Ayalan bilan yarashqin, Əlinimi, dil aranımı əkelgin deginimga ne zamanlar bo'ldi? Yeshin 40 yaqinlashdi, balam. Nima tugamagan o'qish, nima tugamagan yezishgan bu, ha? O'qimaymi, yozmaymi kun alg'ili bo'ldi-ku. Ana Hoshir og'ayning chig'ida bir uylik bo'ldi. Nahining cho'ngi bo'ldi. Sizlar billa o'qigan, billa o'sgan, o'qiganga ko'tariladigan gap bo'lsa, sen ko'tarilsang bo'lmasmidi? Mening 4 kunligim qoldi. Bir tiniqdan qolsamla yo'qman. Hech bo'lmasa sening temingni uy mo'rangdan is chiqqanini ko'rsam deyman. Nima deganlari hada bu uy muslining o'z uylariga bizni yot bildiganlarda. Mo'mayning gibidan Zulyan ayoli ranjidi. Mo'may bilan ayolning gibi haqiqat. A'la rastilla Mo'may bilan bolalarni untiqli xeyli kunlar bo'ldi. U mashning yinida o'ltirib azob bilan tirnoqini tatladi. Әмді у Хашимның нәсиетлері, Разияның рәнжешлері, Güzelay, Әли, дил ара тоғырсыда ойлашқы башлады. Оның қиял кәптері бірділла Арыбның үйге, оның сым карватыда ұқлап қалған Әлан Нұрға беріп қонды. У Әлан Нұр білән бұныңды 2,5 ай бұрын түнжі қар яққан ақшымы білі сәйлі қылған. Әттегеліге Әла қыз ятқан үйінің ішкені қия ечіп қарап баққан. Kız kollarını taşlap kapkara çaşlarını appak mamuk yastığı yiyip bəxit egisidek huzurunu puxlap qalğan. Navada şu qızның bəxtimu Əlağa münasibətlik bolsuçu. O çağda Əla bilan bəxtlik bolışını arzu qıldığanlar kiçik apısı, balaları, Güzelay, Əlanur, yana ağayınları, xalqi, allı kimlər. O heç kimni razı qılalmasdan dünyadan ölsünmü? Yazgan eserlerini zaman qabul qılmasa, onun kitapları texi solaqda tursa, yaqinlari onundan nurg'un narsalarni kutib tursa, u hech kimni rozi qilolmasdilla 40 yoshga kirgan tursa, endi uning hayotining qanchalik ma'nosi qoldi? Navoiy 40 yoshida davlat ishlaridan qo'l uzib, yeziqchilikka berilgan. U kishi qanchalik o'lmas asarlarni yozdi, ha? Xamsa va boshqalari bo'lib, qisqa yillar ichida bitgan 48 ming misralik doston she'rlari Navoiy hayotining meg'izi emasmi? Lekin Alloh texi hech nima qilmadi. Hech kimni rozi qila olmadi. U uzoq jimliqdan keyin kichik opasiga qaradi. Kichik opasi o'g'lini xijolat qilgani uchun o'z ichidan azoblanib, mo'lildab qarab, tortib o'ltiradi. Ma'qul kichik opa, yoz yo'rusin. Men sana dil arar bilan elini açık berey. Şəhərdə nəvirlərin bilan öy tutamsan ya. Hər qanday көңіл ağırqını xoşallıqqa aylandırışqa adətlənən Mo'maylar to'liq көңіл ayaydı da, Mo'may oğlunu xoşal qilish uchun zo'riq kulimsirdi. Şəhərin qorusun. Vayay, süt qitqini tiyinga elib ichadigan yerda tamtilab nima qilatdim? Balam, balalarni sevgandim. Bir ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi deganimda. Әділа шәрге кіріп, мен оларны açqay. Qishliq ta'tilmi yaqinlashdi. Ularni sahraga chiqishqamroq. Ko'ngilsizlik tumanda ko'tarildi. Zulya uyga kirgandan keyin uy ichiga texim uchun xo'shalik bilan kirdi. Zulya Gongshi maktabining bir necha o'qituvchisini birga yangi yil kechasi o'tkazishga boshlab kelgan edi. Kelgan 4 yigit A'lani yaxshi tushundigan, shu 70-yillarning ilm-fan ahliga vakillik qila oladigan yigitlar edi. Ular bilan 70-yillarda paydo bo'lgan dunyoviy yangiliklar kelgusi turmush to'g'risida ko'ngillik paranglashqili bo'ladi. Ularning ichidagi biri adabiyot o'qituvchisi, koni yangi kitoblarni xeyli ko'p o'qigan. Yana biri matematika o'qituvchisi bo'lgani bilan gazet jurnallarni qo'ymay o'qib, xatir yozadigan. Yana biri tarix o'qituvchisi bo'lgani uchun tarix to'g'risidagi muhokimalarga qiziqadigan. Oxirgi biri maktabning ilmiy mudiri bo'lgani bilan naqsha sazga muhabbat bog'lagan, muqomlardan 6-7sini aytalaydigan, o'zi yolg'iz biror o'tirishni qiziqalaydigan, uning ustiga chaqchaqqa to'limi chaqqan yigit edi. A'la yigitlar bilan o'ng'ayla chiqishib, o'zlashib, tezla sizlini tashlashib, sanlashib ketaladi. Shunda qilib bugun saz chalmasdan parang, chaqchaq bilan ko'ngil ochimiz degina Rashid dedi A'la ilmiy mudirga kulib chaqchaq qilib.
2 rumka içkenden keyin adaş süpürgini tuttar qilib, muqamingni boshlasang qandoq bo'ladi u chaqda? Azbroyi, g'ing'sam o'lay, dedi Reshit ko'kirib turadigan lavlarini yalab qo'yib. Bu mahalda g'ing'li qilsaq hamma odam aslam deyishib kirib keladigan odat bor. Hozirmi qulqini din qilishib, qaysi uydan naqsh chiqarkin deyishib turishgan bir to'p gaksi bor. Ular to'rt ko'chadan marishib turishidi. Tilimisan fuqa, bizning mahaldagilarni, dedi taladan kirgan Zulya uningga chaqchaq qilib. Gaksi davama, jumu qiynatam anglab qolsa, anangni ko'zing ko'rsatdim. Ha ras, sen Osim gaksining kuyug'ili ha, undaq bo'lsa, sening laqiming ko'kinak. Ular qaqaqlashib kulishdi. Zulya A'loga qarab qo'ydi. A'loning laqimi qushqash bo'lgani uchun ko'kinak uning dushmani bo'lib qoladi. Undaq dema, A'loning yuragi chiqib ketmasin, dedi Zulya. Laqimni tilga ilib yoshurun, chaqchaq qilish yezlardagi bir xil ko'ngillik o'yin. Bu yerdagilardan hech kim laqimsiz emas. Shundaqla bu yerda chaqchaq bilmaydigan odam az. Bu yerda odamlar o'yin tomosha so'rindirdimi, bir-biri bilan ayrim uchrashgandimi yoki toza aldirash hatto ig'ir kesal azobi bilan yotgandimi bir-biriga chaqchaq qilishidi. Bir-birini kuldirish, kishilarni zo'qlantirgudek bir eg'iz so'z qilib bilish bu yerdagi odamlar uchun to'limi cho'ng ish. Chaqchaqlashish erlar bilan cheklanmasdan ayollar, bolalarmi bir-biriga chaqchaq qilishidi. Bu xil chaqchaqlar bir-birining laqamlarini yo'shirin yoki ba'zida oshkora tilga ilish bilan elib berildi. Zulyaning uyiga yangi yil oqshimi ana shunday ko'ngilli chaqchaq bilan boshlandi. Ko'pchilik ha deganda qushqashga hujum qilishadi. Qushqashning qurg'uyini ko'rsa jimib ketishi, zig'ir paxli bilan yibilgan o'gizlarga yasg'an o'si, yilon tilini chiqarib midirlatib bersa, yilon tilini qushqash bechara qurut deb tushunib, o'zini yilonning og'ziga otadiganligi, ish qilib qushqash haqidagi gaplarning hammasi deyilib, ular A'loga taraf-tarafdan hujum qilib, uni zotla eg'iz ochqizmadi. A'lo do'stlarining chaqchaqlaridan hozirlanib kuldi. Qo'rilma g'izallar bilan ichimlik keltirilgandan keyin uy ichi bir pas jimetida ichimlik o'z kuchini ko'rsatgandan keyin ularning parangi amdi ilm-fan, adabiyot, san'at va dunyodagi yangiliklarga ko'chdi. Mana endi so'zlash navbati A'loga keldi. A'lo hammani o'ziga qartib so'zlashga boshladi. U birda she'r o'qiydi, birda kitoblardan naql oladi, birda tasvir nazariyani oddiy misol bilan tushuntiradi. O'ltirganlar bir ig'iz gapni anglay olmay qilishidan ansirab, dasturxonga shipqab o'ltirib, butun diqqati bilan gapga berilgan. Talada bo'lsa, qibladan susroq bo'ron chiqayotgachqa daraxtlar huvlashmoqda edi. A'lo yildan yilga rumka bo'shtib, zo'q bilan so'zlayotganda uyga ustivishi qor, qishliq kiyimlar bilan to'nuqsiz holga kirishgan odamlar kirib kelishdi. Bu kutilmagan mehmonlar uydagilarning kayfiyatini bozg'idi uchun uydagilar ularni o'rinlarda o'ltirishib sovuq qarshi elishdi. Kirguchilarmi kiyimlardagi qorlarni qoqmasdan yuzlaridagi qorlar erib bo'lg'icha jim turishdi. Tapsidagi 5 odam bilan dasturxondagi 6 odam bir-biriga sovuq qarshi birdam turishdi-da, birinchi bo'lib Zulya o'rnidan turib varqiradi. "Voy, bu Hoshir shujilarkan-ku, belli. Darvoza qaqdiq, signal berdiq, ishlar sizlardan sagakkan. Birinchi bo'lib oldimizga chiqdi", dedi Hoshir qisqa juvusi bilan quloqchisini supuq tashlab. "Avoq o'ltirsan-ku, mavu kiyimlarni asqin." A'lo xushal bo'lib o'rnidan turdi-da, Hoshirning kiyimlarini qo'lga oldi. "Sening javg'aylaringmi 4 eshak yuk, qani, piymangni sol." Uy ichi o'pir-to'pir o'rida bo'lishdi. Төрдікілер tapsığı düşüp mehmonlar bilan bir-birlab ko'rishdi. 10 odam dasturxondan o'rin olgandan keyin sahibxona Zulya tapsida o'ri turib, "Hajab yaxshi kapsizlar. Endi yangi yilni texmi ko'ngli qarshi olgan bo'ldik. Mang ruxsat qilsanglar 5 minut qila." "Yo'q, biz qo'yingni keyin yeymiz. Yangi yil kirishga texi yana 2 soat bor ekan. Biz sizlarni elibla shaharga mangmiz. Bizni u yerda 20 necha ayol kutib turyotdi. Rostini aytsak, biz saboqdoshlar jam bo'lishgan edik." Hoshimning gapidan A'lo uning demoqchi bo'lganini tushungani bilan Zulya hech nimani tushunmadi. U murisni chiqardi-da, "Nimalarni davatsiz? Hoshir shuji, shaharga elib mangmiz deysiz, 20 ayol deysiz. Bizning xotinlarnimi hisoblagansiz?"
Savaqtaşlar deysiz, biz siz bilan yurtdaş, fikirdaş, odaş, yana turmudosh, lekin savaqtaş emas-da. Hoshir qaqaqlab kuldi. Endi gapni qurmash oldi. Uyg'urcha gapni tushunmadinglar ha? Amsa qozoqchisini tushunasizlar, dedi u chaqchaqlab. Biz ili pedagogika maktabining konu o'quvchilaridan. Yo'q, dedi Toshpo'lat uning gapini bo'lib. Tushundirolmading. Biz Ahmadjon Qosimov nomidagi o'rta darajalik mutaxassislarni yetishtirish ilm yurtining sobiq o'quvchilaridan. Әмді тоқта, dedi Qurmash. Terisini ajratding, ishchiqarni ilishqa manga qo'yib bergin. Toshpo'lat degandaklardan naq 23imiz, ayollarimiz, bolalarimiz bilan bir yerga, ya'ni G'ulji shahridagi marhum muallimimiz Savaqtash Hoshirning qiynotisi, Savaqtash Roziyaning dadisi, Savaqtash A'loning eng hurmatlaydigan ustozi Umar apandining uyiga yig'ilib, yangi yilni kutib olmoqchi bo'lishgan. Şu sebepten şehirden savaqtaşlarga vekil bulup men, Toshpo'lat, Munu Arif, yani Tiyir Pakır, Munu Turgan Girasim, buvay üçümüz, Nayiga Hoshir, A'la Qurmashlarni şehirga, aşı o'ltirishga akirmekçi bulup chiqqan edik. Ağinimiz Hoshir tögünün yüki g'ir, onun üstüge yüki bekmi ching tingilgan ekan, onu yükten azat qilamiz deb kechikib qoldik. Endi Munu A'la bekmi kichik jonivor bo'lgani uchun samonliq izlab yurib, oxiri bu yerdan topdik. Xalsanglar birga kirayli, bo'lmasa yangi yilni tabriklab, bir rumkaning ichimizda yo'lga chiqamiz. Bizga ruxsat qilishinglarni umid qilamiz. Maqsadni tushundik, dedi Zulya qiziq duxava bukini kayni surib qo'yib. Ko'ngli yermalda. Nima deymiz? Sizlarga qashli bo'lsak bo'lmas. Amsa men o'zimning o'rnida bir vakil avatmoqchi. Shuni ilib olsanglar, 5 minut kutishlar, men vakilimni kuydirib bo'laman. U shundaq dedi-da oldirab chiqib ketdi. Uning nima demoqchiligini hech kim tushunmadi. Hoshir A'loga nima gap deganda qilib qaradi. A'lo kulib qo'ydi. Uning vakilining kimligi tushunishlik. Hey Zulya aka. Kim uning vakili? Aytqini avaq, dedi Qurmash aldirab. Ballardan birmi? Yo'qay, dedi A'lo kulib. Zulya aka birga yuk ortadigan odam emas. Tahqiq uning elchisi qo'y. U qo'y so'yig'i chiqib ketdi. Bizni japa tortmasin deb qo'yni tirik bermasin, so'yib taqdim qilmoqchi. O'ltirishdikilar bir-biriga qarab qo'yishdi. Ajoyib odam, dedi Hoshir. Boshqalarga o'ng'aylik tug'dirishni o'ylaydi. Rost gapni aytsam, Zulya aka bo'lmagan bo'lsa, men allaqachon tugashgan bo'lardim. U men uchun turmaga kirdi. Men uchun har qanday mushkulotga tayyor. Tushunimiz, dedi Hoshirmi beshini eg'itib. U garchi o'zi o'qimagan bo'lsa-mu, bilimni to'limi yaxshi ko'radi. Shuning uchun sen har qanday o'rindan uning uyini yaxshi ko'rsan emasmi? Men sizlarga bir narsani e'lon qilay, dedi A'lo haraq bilan xumarlashgan ko'zlarini do'stlarga tikib hayajon bilan. Men romanimni tamomlashga oz qoldim. Men romanning bir qahramoni qilib, mushu Zulya akani yozdim. U boshqalar uchun qurbon bo'lishga doim tayyor turadigan oq ko'ngil, ko'yimchan, mardona dehqon. Men shu dehqonni yozganda Zulya aka quloqimning yinida pichirlab turdi. Yaraysan adash, dedi Toshpo'lat piyolni biraqli ko'tarib. Bizning faxrlangudek sendan boshqa hech nimamiz yo'qkan. Yoz adash, ota bobolar qilolmaganni sen qil. Biz sening noming bilan xushal bo'laylik. Beshimiz osmonga taqassun. Pah, dedi Arif kulib. Bir oyla shapaq halab bilan baqsa shoir bo'ldi ekansan jumu adash Toshpo'lat. Mavini ko'rdingmi? Dedi Hoshir bir gazetni ishyanchiqdan elib. Gazet o'qimaysan-ku deyman. Avaq, texi bizdan yo'shirincha gazetga maqola avatibsan ha? A'lo gazetni oldirab yaydi. Tonish mavzuga ko'zi tushdi. Molla Bilal va uning G'azaliyat nomli asardagi vatanparvarlik Abdurning nomini o'qib, A'loning vujudi titradi. Abduri A'lo Nuraxun. Ha, nimaga og'zingni umchaydisan? Dedi Hoshir uni o'qib. Endi avat bergin. Asarlarning gazet jurnallarda besilib berdi. Men hech nega asar avatmaganman, dedi A'lo birdilla xafa bo'lib. Bu maqolni men heliqi chaqda xo'jayinning talabi bilan shu kishiga yozib bergan. U kishi mening nomim bilan gazitga beribdi. Xo'jayinni o'ldirganlar tushunmadi, ammo Hoshir, Qurmash, Ariflar bu ishni bilgashga bir-biriga qarshi qo'yishdi. Yaxshi qipti-ku, uning xafa bo'lgan nimasi bor? Hoshir do'stiga hayron bo'lib qaradi.
u odamning halolligi meni qoyil qildi, dedi Ela gazetini o'qib o'tib. Lekin bu maqoladagi ba'zi gaplar o'rinli emas. Mening bu shoir va uning asari to'g'risidagi qarashlarim to'liq sharhlanmagan. Men vaziyat talabi bilan deyishga tegishli gaplarni deya olmaganman. Xo'shal bo'l avoq, dedi Hoshir Elaning beqiniga asta turtib qo'yib. Maqolangning gazetda e'lon qilinganligi sening to'liq ozod qilinganligingni tushundirdi. Men ozod bo'lgan bilan mening kitoblarim bilan asarlarim texi turmida, dedi Ela o'zicha g'udung'ishib. Sodir polvon qo'shoqlari texi ozod bo'lmadi. Zulmga qarshi qo'shoqlar ozod bo'lmayotsa, klassik asarlar misoli Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib, Navoiy, Lutfi, Sakkaki, Zariri, Nizarlar qachon ozod bo'ladi? Qisqasi, qachon odamlar tarix, ilm va siyosat to'g'risida o'z qarashlarini erkin so'zlab, boshqalar bilan qong'icha munozaralashalaydigan bo'ladi. Mushundaq vaziyatning shakllanishiga mening hech ko'zim yetmaydi. Мәс болдыңмы? Dedi Hoshir bargan sir qaynab so'zlayotgan do'stining texmi ochiqroq so'zlarni qilib etishidan ansirab. Rost aytsan, adash A'la, dedi Qo'rmash haroq bilan hayajonlanib. Meni yana ma'rif idorasiga boshliq qilib qo'yding, Hoshir. Lekin u yerda ilm to'g'risida so'z qila olmayman. Matematikni qo'g'u, siyosatni qo'mondan qildaysan. Aytqina, dunyoda proletariat matematikasi, burjuaziya matematikasi deydigan atalmalar bizden başqa yana nada bor? Men pen so'zlanmaydigan ma'rif idorasida ishlayman. Men istifa berman. Quruq siyosat, sinifiy kurash, cho'nqiy pan deganlarning ahli emaskanman. Zulya kirmagan, Hoshir o'rnidan turmagan bo'lsa, ular yana nimalarni deyishatdikan? Hoshir o'ziga hol etayotgan ma'rifchilarga ko'nglida hissashlik qilsa-mu, lekin ularning xiyoliga kelganini so'zlab berishni yoqtirmaydi. Bo'ldi qilish, dedi u o'rnidan turib. Aytib qo'yay, bizning uyga kirganda siyosat, vaziyat to'g'risida so'zlashga ruxsat qilmayman. Mas bo'lishga, tilashishga, hatto mushlashishga ruxsat, lekin siyosat to'g'risida gap qilishga ruxsat yo'q. Anladinglarmi? A'la, sen doim gapni cho'ng ishga buraysan. Men sening og'zingga yugan, burningga cho'lik tayyorlab qo'yman. Cho'likni sening burningga solarmiz, dedi A'lami kulib qo'yib chaqchaq bilan. Ular chala mas bo'lishib, paxal va kigiz bilan rastlangan ko'zibga chiqib, qilin juvi paxtliq chapallarga o'rnib o'ltirishdi. Zulya rost degandek so'yilgan qo'y, 10 may, 10 budulka harqini mashinaga joylashtirib bo'lib, mehmonlar bilan xo'shlashdi. Xo'sh amsa, sizlar shaharda savoqdashinglar bilan yangi yilni qarshilanglar. Bizmi buni Rishit apandining naqshlari bilan tong atqizayli. Mana mahalning yigitlarimi kelgili turdi. Xayr amsa. Ular 1976 yilini ashundaq dag'dug'i bilan kutib olishdi. Lekin yillar seni unchalik qizg'in kutmasa, buningga na iloj? 1976 yilini ular qizg'in kutib olgani bilan, aksicha bu yil ularni qo'pollik bilan qabul qildi. 1976 yili 3-oyda Hoshirning raqibi bo'lgan sobiq noyilik partkom shujasi Li Shuji noyiga yana birinchi rahbar bo'lib Urumchidan qaytib keldi. Öz vaqtida raqib bilan birlikda Hoshir a'lolarning adabini berganmi, keyin kengaytib etish xatoligi yuz berganligi uchun kasal davolatqili ketganmi va u yerda o'zining qilgan etganining xato emasligini isbotlash uchun munosabatlik o'rinlardan isbot material to'plaganmi, ana shu Lu Shuji edi. Lu Shuji desa, har qanday bir savodsiz yezi kadrning ko'z oldiga qopqi yomon, ko'k chopinni yepinchaqlab, ishtinni tizig'icha turib yuradigan bir tarsa buvay keladi. Bu buvay qarmoqqa to'lim oddiy sadda, bir so'mlik shapki bilan rezniki xay uning e'tiborli kiyimi, yamoq tushgan xodani shim tujurka uning tavarruki. U zodla pikap tushmaydi. Aldirash ishlar bo'lganda ilojining yo'qidan ot minmasa, boshqa vaqtlarda doim degidek piyoda yo'l yuriydi. U barg'anlar yerida ishlarni buyruq bilan hal qildi. U noyilik partkom rahbarlarining bosh qo'shish yig'inlaridami o'z fikrini siyosat, qonun qilib bekitdi-da, uning fikriga kimki qo'shilmasa, u uning bilan o'chakishidi. Uni yoki nohiyadan yutkib etadi, yoki amal qilib putlashtirib yiqitadi. U odatda odamlarni ko'rganda shalong tishlarini ko'rsatib kulib turadi, ammo ish hal qilishga kelganda hech kimga yuz xatiri qilmaydi.
Мәсле салмайды. Ялгыз өзі бұйрық bilanla yezi kadrlarını xizmetinden qaldırıp birlerini bekitelaydı. Hatta бұйрық bilan ba'zi odamlarni qo'lga olg'izib, ba'zilarini oqlabmi qalalaydı. Shuning uchun Liu Shuji kaptu desa, yezi kadrlari o'ltirgan yerdan chachrab turib ketadi. Diqqatlar uni Olubaytal deyishadi. Olubaytal koni jamiyatda o'tgan lozung, u shunchalik zolimki, diqqatlar ichida Olubaytal kaptu desa, beshikdagi balla chirqiraydi degan so'z bekor chiqmagan. Liu Shujining nomi ana shu Olubaytal bilan o'xshab qolishning sababimi Liu Shujining tuvanda odam jazolashni o'zining asosli xizmati qilib olganligida. G'alla paraqni vaqtida topshirmagan, qishliq xolis o'stan qurilishiga odamni to'liq bermagan, terish planini o'rindamagan, buzishga belgilangan bog'larni buzmagan, dajaycha sala etiz qurish ishlariga suslik qilgan, suv pulni bermagan yoki tog'dan ruxsatsiz yog'och to'shigan, qishliq a'zolarining mashrab o'ynishiga yo'l qo'ygan, cho'ng pipan taxtisi yasatmagan, o'zindi munarsini pakar yastib qo'ygan, tamlarning hammasini qizil sho'rlar bilan bo'yab chiqmagan dodi shujilarning qilmishini anglab qolsalar, Liu Shuji uning sababini surishtirib o'ltirmaydi-da, uni darhol amaldan elib tashlab, Gongshi partkomiga qayta birini saylab qo'yishni taplab qo'yib yo'lga ketaverdi. U o'z buyruqlarining ijrosini tuyuqsiz va kechiktirmay tekshiradi. Ijro qilmaganlarga hargiz rahim qilmaydi. U yana yuqoridan kelgan rahbarlarga unchalik xushomat qilib ketmaydi. O'zi biriga ziyofat bermaydi, boshqalarning ziyofatiga bormaydi. U nom bilan atgan chayqamroq, Uyg'urcha tilni xeyli aplashtirib so'zlaydi. U tuvanga tushsa, kadrlarning uyida zodi tamoq yemaydi. Kambag'al tuvan o'tiri dehqonlar jamiyatining raislarini hammadan ustun biladi. O'zimi noili kambag'al tuvan o'tiri dehqonlar jamiyatining raisi. Bu mansibi bilan u to'liq faxrlanadi. Liu Shuji noiga kelib atsila, uning ta'liga yarasha gazetda Allahning heliqi molla bilal haqidagi maqolasini oshkora pipan qilgan. O'lgan va hayot yashayotgan vatan osiylarining qizil to'n kiyishiga ruxsat yo'q degan maqola e'lon qilindi. Maqolaning avtori Qizil Xanjar deb yozilgan. Maqola bu noyining nomini nahiyadagi ma'lum rahbarning aksiyatchi ziyonlarning qutrashlariga orqa terak bo'layotganligini oshkora yozgan edi. Liu Shuji kelibla Noyilik inqilobiy komitetining kengaytirilgan yig'inini ochdida sinfiy kurashning yangi yuzlanishini taklif qilib kelib, gazetni ustalga yoydi. Bu vaqa bizning noyimizda yuz berdi. Yo'ldoshlar qalimizni silkitayli, dedi u g'azab bilan vaqirab. Aksil inqilobchilar qali tukidak to'li desam ishonmaysizlar, xatarlik, to'limi xatarlik. Ertasidan boshlab noya tomlarini cho'ng xatlik gazet qaplab ketdi. Yezilgan maqolalarda A'loning ismi tilga ilingan, hoshirga dotmalangan. Ko'chalarda agiz suvlari eqib, Әдиясның сейриq shamili daraxtlarning yalang'och shoxlarini qaqshitib vijildab yurgan bir kuni Hoshir qo'liga heliqi tanqid maqolasi bisilgan gazetni elib Liu Shujining yeniga kirdi. Liu Shuji harbiy vakil bilan bir nimadan talashayotgan ekan. U Hoshirni ko'rib darhol ta'tir o'rildi. Harbiy vakil yosh yigit o'rnidan turib, Hoshirning qo'lini tutib, o'rindiqqa qizg'inlik bilan tortdi. Keling ajurun, yaxshi kapsiz. Lavlu bilan munu inqilobiy cho'ng pipan to'g'riliq so'zlashyotdik. Sizmi fikringizni bering? Terilg'u vaqti keldi. Butun xizmatning muhim nuqtasi inqilobiy cho'ng pipan bo'lishi lozimmi yoki atyazliq terilg'imi? Biz fikrda birlikka kelaylik. Hoshir Liu Shujiga qarab qo'ymasdan gazetni ustalga qo'ydi. Liu Shuji uningga yalt qilib qaradi. Mushu maqola uchunmi? Dedi Hoshir qapqini turib. Mushu bir shaxsning fikri uchunmi? Shaxsining fikri Liu Shujining ovozi titradi. Yo'ldosh, muni gazet partiyamizning organ gazeti. Durust, partiyamizning organ gazeti, dedi Hoshir salmoqlik bilan harbiy vakilga qarab qo'yib. Lekin ba'zi yomon g'arazli odamlar hamon partiyamizning nomidan yo gazetidan, organlardan foydalanib, o'zlarining razil g'arazlari uchun jamoat fikri tayyorlaydi. Siz nima demoqchi? Fikringizni aniqroq ayting. Liu Shuji mazoq qilgandek ochiq kulib qo'ydi. Ma'qul, ochiq aytay. Muni maqola avtori Qizil Xanjar degani raqib. Men oqshomdan beri uning nohiyimizda tarqitib yurgan bir yurish nazariyalari bilan muni gazetiga gaplarni selishtirib chiqdim.
Birga zarba berish, uchga qarshi turish harakatida tovlangan shuarlarning ayni o'zi bu. Noydi azroqlar rəndə selinib silqlangan. Bu şuarlar bizning beshimizga nima kunlarni salmadi? Qanchalar beguna odamlar o'ldi. Qanchalar umrlik meyib, qanchalik qon, ko'z yoshi oqqizdi. Zarba yegan, o'lgan, texchi siyosat amillashmasdan qonqir qaqshab yurgan yaxshi kadrlar, ziyonlar azmı? Shuncha cho'ng jarohat texi saqaymasdan turib, jarohat ustiga o'zining qizil xanjarini tanlagan odamni yana qo'llaymizmi ya? Biz partiyamizning inomat, hurmatini oshiramiz desak, raqibdagi odamlarning adabini beraylik. Liu Shijining qovuz terilari lipildab, lavlari ko'kirib ketdi. Siz raqibning qizil xanjar ekanligini nerdan bilasiz? Bilaman, albatta bilaman. Gizitxon bilan aloqalashsaqla osonla ma'lum bo'ladi. U yiroqda turibmi bizga xanjar urmoqchi texi. Bilib qo'ysin, xanjar urish navbati endi bizning. A'loning maqolasini xansuchiga tarjima qildirdim, dedi Liu Shiji chalvaqab. Maqolda rostla masala bor, masala ig'ir. U ilm masalasi, dedi Hoshir ulashtiribla. Mavjushining ta'limi bo'yicha ilm masalasi, ideologiya masalalarini ilm ahli o'zlari tanqid munozara usuli bilan hal qilish kerak. Nailik inqilobiy komitet yoki partkom bu masalani ma'muriy yo'l bilan hal qilmaslik kerak. Men ajurning fikriga qo'shilaman, dedi harbiy vakil darholla. Demak, nahiyaning 3 rahbaridan ikkimiz nahiyada harakat elib berishga qo'shilmaymiz. Biri uningga qarshi. Partiyamizning ozchilik ko'pchilikka bo'ysunish degan prinsipi bo'yicha Nailik inqilobiy komitet partiya guruhi shujilarining qarori aniq bo'ldi. Qanday deysiz, Lavlu? Nima aniq bo'ldi? A'loni nahiya bo'yicha pipan qilishga, harakat elib berishga bo'lmaydi. Nahiya xizmatining muhim nuqtasi atyazliq terilg'u. Bu mening fikrim emas. Shundaq, bu partiya guruhining qarori. Siz qarorga bo'ysunsiz, yo'ldosh Lavlu. Nima? Ikkinglargami? Partiyaga sizlar emas, men vakil qilaman. Nima? dedi harbiy vakil tamdak tatirib. Xatolashdingiz, Lavlu. Agar pipan qilishga to'g'ri kelsa, sizning mushu partiya insomiga qarshi idingizni pipan qilish kerak. Heh, dedi Liu Shiji ishga burilib. Insomsizlikkan texi. Insomsizlik taslimchilikdan ming yaxshi. U ishni jaloqqa deb chiqib ketdi. Hoshir o'rnidan chachrab turib edi, harbiy vakil kulib qo'ydi va "Lava, Lu Mingchuan bilan ilishishni menga qo'yib bering. Biz har ikkimiz xanzu, bir-birimizga tanglaydigan boshqa qalpiqimiz yo'q. Lekin sizga uning tayyorlab qo'ygan qalpiqi bor", dedi. A'lo hammadan xabarsiz. U yangi yil oqshimi do'stlari bilan birga ko'nglashdi. Chaqchaq, naqshi usul, qiziq o'yinlarni tong atqicha davomlashdi. Atganlikka ko'pchilik u yer bu yerda o'ng'ul-do'ng'ul yetishib uxlayotganda, u Hoshirning uyidan hech kim bilan xo'shlashmayla chiqdi-da, oppoq qirov bilan cho'mkalgan daraxtli ko'chalardan agib, texi iz tushmagan yumshoq qarni dasab, shaharning g'arbiy Mutalib bog'chisi tarafga qarab mangdi. U bog'ning orqasidagi ko'chaga o'tganda hayajondan ho'diqdi, o'zicha kuldi, o'zicha g'ingshib naqsh etdi. U kechacha ishgan haraqning kuchi bilan masbiti ko'chaga chiqqan. Uningga kun nurida ko'zni chiqib paqirgan shoxlardagi tivitdak yumshoq qormu, qog'larning lingshitishi bilan shoxlarning beshiga tushgan muzdak qor ushqunlarimi, oyog'i ostida g'ijirlayotgan qormu ko'ngillik go'zal tuyulmoqda. Xuddi tabiat uni tabraklayotgandek bilinmoqda edi. U xushallik, qizg'inlik bilan sobiq ayoli bilan umoq bolalarini ko'rishga manganligi uchunmikin qadamlari yeniklab, o'zi tetiklashib qolgandek bilinishga boshladi. U Guzalayning darvozasi oldiga kelganda duppildab urayotgan yurgini tanshab birdan turib oldi. Uning qulqiga heliqa oqshimi Guzalayning radio kaniyidan anglangan ovozi takror anglangandek bilindi. Guzalay a'lo doim aytadigan qo'shiqlarni ohangga solgan. Hatto naqshining agitmay tushirganlarini a'loga o'xshatib olgan. U kuni a'lo Guzalayning naqsini anglab, yenidagi a'lolarni unutgan. U hayajon bilan tortgan. Mana hozir shu tortishlarmi takrorlandi. Uning ustiga oqshomdan beri do'stlarining a'lo bilan Guzalayning baxti uchun ko'targan rumkalarimi o'zining do'stlarining qistashlari oldida Guzalay bilan cho'qim yarishishga va'da berganligi uning muborak qadamiga madad bo'lgan edi.
U yurak tepishini bir oz tingishdi-da, maslarga xos jur'at bilan darvoza halqasini sharaqlatdi. Eshikni ochqili chopon yepinchoqlagan holda Odila chiqdi. A'la Odilani uzundan beri ko'rmagan. U Odilani ko'rib xushal bo'ldi. Odilaning qo'llarini tutish uchun darhol qo'l sundi. Odila qandaq? Yaxshi. Odila uni so'g'uq, chiroy ochmayla kutib oldi. Ballarni ko'ray deb, dedi A'la o'z g'ururini saqlash uchun darhol ximiga yinib. Ballarni to'lim seg'indim. Go'zalni-chu? Odila A'laning ko'zlariga tikildi. Albatta, ko'gim keldi. Kechacha boshqasi bilan sayl qilib, tong otganda go'zalni ko'rgingiz keldimi? Ballar salomat uxlayotdi. Go'zal dadisining yeniga ketmoqchi. Sizning ko'rgingiz kelgan bilan uning kelmaydi. Odila shundoq dedi-da, eshikni yopdi va ichidan zanjirladi. A'la ana shu kuni 40 kilometr yo'lni piyoda besib, yarim kechada qaytib chiqqandan beri xiyol, azob, yezish bilan yana nurg'un kunlarni o'tkazdi. U hozir noyida bo'layotgan o'zi to'g'risidagi kurashlar, shaharda bo'layotgan Go'zalay bilan Alanur o'rtasidagi yoshirin ziddiyatlar, bu ziddiyatni hal qilish uchun boshqa turayotgan do'stlarining nimani o'ylab, nimalarni qilganligi, oxirida kichik opasi bilan Umar Tambirchining uni uylash uchun loyiq izlab qilishgan maslahatlari, qasqir ovuzining heliqi bir chog'da A'laga buloq bo'yida gap qilgan cho'kanni A'laga loyiq depib, uni yeniga ko'chirib akilib, uy silib berib, o'z yurtining odami qilib bilish uchun qilgan harakatlari, qisqasi, o'zi to'g'risidagi barliq ishlardan xabarsiz. Shu kuni Zulya birlari bilan qattiq gap talashdi. Dadi shujilarning uyida bir xil ishlar kunda degidek bo'lib turg'ashqa, A'laning bu ish bilan kori bo'lmadi. U butun diqqati bilan yezishga berilgan. U o'tgan ko'ngilsizliklarni unutishga odatlanmoqda edi. A'la 1976-yili ko'klamda Zulyadan noyida bo'lgan ishlarni ancha-muncha qildi. Heli kuni Zulyaning uyida Wang Chung bo'lganda, noyidan A'lani tutib ketgili ikki qurolliq Juychadi odami kelgan. Zulya mahaldagi A'laning yaqinlari bilan ularning A'lani tutishiga qarshilik qilgan. Kelguchilar bilan yezliqlar orasida rosa jidal ulg'ayotganda, noyidan bir kichik mashinada ozodlik armiya jangchilari kelgan. Ular qurolli qismlar busi mas'ulining buyrug'iga asosan heliq 2 nafar qurolli juychadi odamlarni qaytarib elib ketgan. Zulya bu ishning yushuji bilan Hoshir o'tirsidagi ziddiyatning oshkorlanishi ekanligini aytgandila, A'la qo'lidagi qalamini yezishdan to'xtatdi. U 3 kundan keyin noyaga chaqirtildi. Bu qitim uni Gongshi inqilobiy komiteti orqali chaqirtgan edi. U noyida 3 kun turib qaytib keldi. Uning ruhi tushgan, chiroyi puchilgan edi. Buning sababini Zulya oqshimi bildi. Hoshir boshqa bir noyaga o'tkalgan. U yuqurning uqtirishini topshirib olgan, lekin yuqurga norozilik bildirib xat yozgan. A'lani noylik o'tir maktabga taqsim qilgan. A'la bo'lsa xizmatdan uzil-kesil chekinish to'g'risida iltimos yozib, noylik inqilobiy komitetining ma'rif madaniyat tantarbiya guruhiga topshirib bergan. Zulya bu ahvollarni uqqandan keyin A'laga: "Bo'pti ukam, qarindosh bo'lib qoldik. Endi xotirjam bo'lding. Gongshi a'zosi bo'lishmi yomon ish emas", dedi. "Ertadan boshlab tam so'qishga kirishay", dedi A'la kulib qo'yib. "Menga joyliq yer ko'rsatib bering." "Yer tayyor", dedi Zulya chechaklar bilan qoplangan bog'ni ko'rsatib. "So'qma tosh, chaqsa, yog'ochlarmi tayyor?" A'la ertasidan boshlab qo'liga gurjak va so'qma tosh oldi. Endi u hayotini qaytadan boshlamoqchi, kundalik planlarini qaytadan tuzmoqchi.